Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarga Aleksandr Dyumaning Graf Monte-Kristo sarguzasht romanini taqdim etadi. Graf Monte-Kristo Aleksandr Dyumaning sarguzasht romani 1844-yil 1845-yillarda yozilgan. Fransuz adabiyotining klassik asari. Muallif O'rta Yer dengizi bo'ylab sayohat qilayotganida Monte-Kristo orolini ko'rgan va u yerda ko'milgan xazinalar haqida afsonani eshitgan. Bundan keyin qahramon ismini o'ylab topgan. Muallif orol nomini o'zgartirgan xolos. Romandagi voqealar 1815-yil, 1829-yillar va 1838-yillarda bo'lib o'tadi. Asarning bosh qahramoni dengizchi Edmond Dantes kema kapitanining o'lim oldi vasiyatini bajarish maqsadida Parijga xat bilan keladi. Portga kelganidan so'ng Dantes qo'shni qishloqdagi Mercedes ismli qizga uylanishni niyat qiladi. Lekin dushmanlarining harakatlari sababli u qing'irishning qilig'i 40 yildan keyin yerda Dantes pariyasini abbat bilan tanishadi. Qahramonlar o'rtasidagi g'oyat katta xazina ko'milgan joyni biladi va o'limidan oldin bu sirni Dantesga ochadi. Dantes bosh qahramoni Edmond Dantes va dushmanlaridan qasos oladi. Razolat botqog'iga botgan insonlarni zo'r, matonat, aql-idrok bilan fosh etadi. Jazo ham, mukofot ham Allohning irodasi bilan inson tirikligidayoq uni benasib qoldirmasligi roman nihoyasida aksini topadi. Faqat buning uchun graf ta'kidlaganidek kutmoq va umid qilmoq kerak.